Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan tanishadigan mavzuyimiz x2 metodi, ya'ni Fisher jadvali bo'yicha bo'ladi. Xo'p, x2 metodi o'zi bu nima? F2 avlodda olingan natijani statistik usulda tekshirish usuli x2 metodi hisoblanadi. Bu usul bo'yicha birinchi bo'lib 1900-yilda Pearson tomonidan fanga kirib o'rganilgan. Xo'p, bu metod bo'yicha tanishamiz. Nazariy jihatdan heterozigot organizmi chachishirilganda avlodda fenotip jihatdan 3:1, genotip jihatdan 2:1 nisbatda hosil bo'ladi. Ya'ni quyidagicha holatda biz dominant gamma-zigotali bilan resessiv gamma-zigotani chachishtiradigan bo'lsak, F1 avlodda heterozigot organizm olinadi. Agar olingan heterozigot avlodni biz o'zaro chachishtiradigan bo'lsak, F2 avlodda 4 ta organizm hosil bo'ladi. Ya'ni dominant gamma-zigota, dominant heterozigotadan 2 ta va resessiv gamma-zigota hosil bo'ladi. Agar biz buni fenotipik tahlil qiladigan bo'lsak, xo'p, bu uchalasi bir xil fenotipni namoyon qiladi. Bu esa bir xil, ya'ni fenotip jihatdan 3:1 nisbatda avlod olinadi. Demak, mana shu holat. Ya'ni genotip jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, genotip jihatdan demak 1, 2, 1 nisbatda. Xo'p, agar genotipik holat bo'ladigan bo'lsa, mana shu avlod olinadi. 1, 2, 1 nisbatda avlod olishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi amalda qanday kechadi? Amalda avlodlar soni kam bo'lib qoladigan bo'lsa, bu nisbat qanday darajada o'zgaradi? Buni tekshirish uchun demak biz nazariy chiqqan avlod bilan amalda chiqqan avlodni taqqoslashimiz mumkin bo'ladi. Demak, masalada ko'rib ketadigan bo'lsak, e'tibor beramiz masalani. Drozofila pashshasini kulrang va qora tanali formalar chachishtirilganda F1 avlodda kulrang tanalilar hosil bo'ldi. F1 avlodda kulrang tanalilar hosil bo'ldi. F2da esa 78 ta kulrang, 18 ta qora tanali, jami 96 ta avlod olindi. Bu olingan natija amaliy natija hisoblanadi. Amaliy natija hisoblanadi. Endi nazariy qanday kechardi? Shuni hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni bizda mana kulrang tanali dominant gamma-zigotali forma bilan resessiv chachishganda F1 avlodda heterozigota kulrang tanali avlod olinadi. Olingan kulrang tanali heterozigota organizmlar chachishadigan bo'lsa, bizda F2 avlodda quyidagicha avlod olinadi. Demak, heterozigotadan 2 ta va resessiv gamma-zigota olinadi. Endi hisoblaylik. Bizda jami 1, 2 ta, 3 ta, jami 4 ta avlod olindi. 4 tadan 3 tasi kulrang tanali bo'lyapti va bizda masalada 96 ta avlod olingan deyapti. 96 tasida qancha topadigan bo'lsak, bizda demak 72 ta kulrang tanali avlod olinadi. 96 dan ayiradigan bo'lsak, demak 24 ta avlod qora chiqadi. Ya'ni 96 esa 24 ta qora rangli avlod olinishi kerak. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, nazariy jihatdan bizda amaliy jihatdan bizda 78 ta kulrang, qora tanali esa 18 ta olinyapti. Bu amaliy jihatdan. Nazariy jihatdan esa 72 ta kulrang hamda 24 ta qora avlod olinyapti. E'tibor bergan bo'lsak, farq hosil bo'lyapti. Endi mana shu farqni x2 metodi bo'yicha solishtirib ko'ramiz. Ya'ni x2 metodida nazariy va amaliy nisbatni bir-biriga mos kelishi aniqlanadi. x2 metodida e'tibor beramiz. Demak, amalda 78 ta kulrang avlod olingan bo'lsa, mana masalada berilgan bu joyda 78 ta avlod olingan bo'lsa, 78 ta. Xo'p, nazariy esa 72 ta avlod olindi mana. Nazariy jihatdan 72 ta avlod olindi. Endi shuni ikkalasini farqini topadigan bo'lsak, 6 ta. Ya'ni amaliyda olingan kulrang tanalilar nazariyda olingan kulrang tanalidan 6 taga ko'p bo'lyapti. Keyingi holat, amalda qora ranglar 18 ta olindi mana, masalada berib qo'yilgan. Nazariy esa nechta chiqdi? 24 ta hosil bo'ldi.
Hop, endi 18 da 24 da ayiradigan bo'lsak, 6 ta kam. Ya'ni amaliyda olingan qora tanali bilan nazariyda hosil bo'lgan qora tanalar 6 taga farq qilyapti. Endi biz jadvalga solamiz va jadvalga e'tibor beramiz. Hop, olingan, ya'ni amalda olingan organizmlarni, demak, amalda olingan organizmlarni biz P qilib belgilab olamiz. E'tibor beramiz. Kulrang 78 ta holat olinyapti. Qora 18 ta holat olinyapti. Jami 96 ta holat. Endi kutilgan fenotip nisbat qanaqa bo'ladi? 3 ta kulrang, bitta qora, jami 4 ta holat olinyapti. Endi nazariy jihatdan kutilgani qanaqa? Nazariy jihatdan kutilganini biz Q qilib belgilab olamiz. 72 ta kulrang chiqdi nazariy, 24 ta esa qora avlod hosil bo'ldi. 72 ta va qora 24 ta. Qo'shsak 96 ta bo'ldi. Endi mana bu farq nisbati, ya'ni amalda olingan organizm bilan nazariy olingan organizmning farqi. Kulranglar mana 6 ta ko'p chiqdi. Mana bu joyda aniqladik. Xo'p, qora rangli esa 6 ta kam chiqdi. Mana bu joyda aniqladik. Xo'p, endi keyingisi D2 ning kvadrati, farqni kvadratini topishimiz kerak ekan. Bizda mana farq 6 ta chiqqan bo'lsa, shuni kvadrati, ya'ni 6 ni kvadrati bo'lsa 36 ga teng bo'ladi. Bu joyda ham 6 bo'ladigan bo'lsa, shuni kvadratini topamiz, demak 36 ga teng bo'ladi. Keyingisi farqni kvadratini nazariy jihatdan organizmda olingan organizmga nisbatini topamiz. Ya'ni bizda farqni kvadrati 36 ga teng bo'lsa, nazariy olingan esa mana 72 ga teng bo'lyapti. Bo'lsak 0.5 ga to'g'ri keladi. Keyingisi, demak, farq kvadrat 36 ga teng bo'lsa, nazariy olingan esa 24 ga teng bo'ladi. Farqi 1.5 ga teng kelyapti. Endi shu 0.5 bilan 1.5 qo'shadigan bo'lsak, x2 ning qiymati kelib chiqadi 2. Demak, bizda x2 ning qiymati aniq bo'ldi, 2 ga teng bo'lyapti. Endi mana shuni biz Fisher jadvali orqali mos kelishini aniqlab olamiz. Fisher jadvali orqali aniqlab olamiz. E'tibor beramiz Fisher jadvalda. Fisher jadvalda birinchi ko'radigan nisbatimiz demak ozodlik darajasi hisoblanadi. Ozodlik darajasi. Bu qanday hisoblanadi ozodlik darajasi? Demak, ozodlik darajasini biz n bilan belgilab olamiz. N bilan belgilab olamiz. Hop, formulasi esa n teng n da -1 da ayiradigan bo'lsak, shu holat bo'ladi. Endi bu n nima? N bu o'sha nazariy olingan fenotipik nisbat. Bizdan nazariy olingan fenotipik nisbat 2 xil chiqadi. Ya'ni 3 ga 1 nisbat olingan edi, 2 xil nisbat chiqadi. Demak, kichkina n ning qiymati 2 xilga teng bo'lyapti. 2 xilga teng bo'lyapti. Endi hisoblab topamiz. Mana formulaga qo'yamiz. N teng n ning qiymati 2 chiqqan bizda, bu 1 o'zi formulada berilgan, 2 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, demak n ning qiymati 1 ga teng bo'lyapti. Ya'ni ozodlik darajasi 1 ga teng bo'lyapti bizda. Xo'p, endi ko'ramiz. Bu holatda demak jadvalda bizda vertikal daraja berilyapti. Bu daraja esa gorizontal holatda berilyapti. Vertikal holatda demak mana 1 ga teng keldi ozodlik darajasi. Endi gorizontal holatda esa 0.05 ga to'g'ri keladi. Biz 0.05 ga to'g'ri kelishini qayerdan bildik? Fisher jadvali bo'yicha eng ko'p, ya'ni deyarli 95% dan ko'p holatda agar biologiya faniga oid bo'lgan masalalarda 0.05 qiymati olinadi. Bu o'zgarmaydi. Agar sizga masalada, ya'ni sertifikat testlarida Fisher jadvali beriladi, mabodo berilmaydigan bo'lsa, hamisha agar biologiyaga oid masalalar keladigan bo'lsa, 0.05 qiymat olib ketaverasiz gorizontalga. Agar mabodo tibbiyotga oid masalalar bo'lsa, endi bu tibbiyot oliygohlariga tegishli qiymat 0.01 ga to'g'ri kelaveradi. Ya'ni bu jadval matematikaga alohida, ingliz tili, masalan, kimyo, biologiya har bitta fanga alohida hisoblangan. Biologiya faniga mos keladigani 0.05. Buni eslab qolamiz. Bu o'zgarmaydigan qiymat hisoblanadi. Demak, vertikal yo'nalishda 1 ga to'g'ri keldi. Gorizontal yo'nalishda 0.05 ga to'g'ri keldi. Endi buni to'g'ri keladigan nisbati mana shuni olib kelib bunga to'g'rilaydigan bo'lsak, demak nisbat 3.841 ga teng kelyapti jadval bo'yicha. 3.841 ga mos kelyapti.
Demak, mana 3,841 ga mos kelyapti. Endi bizda shunaqa o'zgarmas qonuniyat bor, e'tibor beramiz. Agar x2 ning qiymati Fisher jadvaldagi sondan kichkina bo'ladigan bo'lsa, amalda olingan natija haqiqatga yaqin hisoblanadi. Ya'ni bizda x2 ning qiymati 2 chiqdi. Mana masalada Fisher jadvali bo'yicha olingan nisbat esa 3,841 ga mos kelyapti. Solishtiradigan bo'lsak, demak, x2 ning qiymati bizda Fisher jadvaldagi nisbatdan kichkina bo'lyapti. Demak, biz olingan masalada olingan natija haqiqatga yaqin. Agar x2 ning qiymati Fisher jadvaldagi sondan katta bo'lsa-chi, amalda olingan natija haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Misol uchun deylik, x2 ning qiymati shu joyda agar 4 bo'lganda va bizda jadvalda chiqqan 3,841 bo'lganda, bu amalga to'g'ri kelmas edi. Demak, bizning masalamizda amalga to'g'ri kelyapti. Mana shu x2 hamda Fisher jadvali hisoblanadi.